aka. Keling. Hozir. Kiring. Keling, hozir 1 daqiqa. 1 daqiqa kiraver. Xo'p, kutib turaman, keling. Xo'p. Alo. Zarin. Onasi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Cho'y qo'yib, boshqa harakatim qil. Nima bu? Aka narsalaring? Nega har safar kelgansiz mana shu oddiy narsalar ko'tarib kelasiz? Men aytgan narsalarni Ishlarim yaxshi bo'lsa, bilasan, olib kelaman. Ishlarim yaxshi bo'lsa, sizni qachon ishingiz yaxshi bo'lgan? Ozgina sabr qil. Sabr, sabrdan chegarasi bor. Mana shu xonadonga kelib bo'lib tushgandan beri shunaqa. Aka. Aka, keling. Bor choyga qara. Keling. Ruxsat bersangiz, senga 1 daqiqa gapim bor. Mana. Senga shunaqa tarbiya bergandik. Singlim, sen qachon bunaqa o'zgarishga ulgurding? Unutma, ering hozir sen xohlayotgan narsani olib kelmayotgan bo'lsa, mana shunaqa noshukrlik qilib yurganing uchun sen qanaqa sharoitga arzisang, Alloh seni shunday yashatadi. Agar boriga qanoat qilib shukr qilishni o'rgansang, Alloh sen xohlaganingdan ko'prog'ini beradi. Sen eringga bir marta dalda bo'lib ko'rasan. U sen uchun tog'larni talqon qiladi. Qaytib bunaqa ering bilan gaplashma. Tushunding-a? Xo'p, aka. Ayol erining topganini peshonasiga qo'yish kerak. Uning uchun unda shukronalik hissi doim bo'lish kerak. Agar ayol noshukur bo'lsa, u eriga ham minnatdorchilik bildira olmaydi, Allohga ham shukr ayta olmaydi.